nima bo'ldi qizim? Sirroq o'tib ketibdi buni. Buva yoqimsiz hid kelyapti. Mana yedim. Nimadir bo'ldimi menga? Yashasa bo'lgani yo'q-ku. Senlarda qorning to'q. Agar qorning och bo'lsa, yopishib yeysan shuni. Endi chidolmayman. Mana bu ketchupni 4 oy 1 hafta sirroq o'tib ketibdi buva. Olib kelib yoqqa. Buni qon bosimim tushsa, nonni ustiga surib yeyman. Nima qilasiz? Ta'mi sal g'alatiroq, nu yaxshi masakan. Sirroq o'tibdi ha, shunisini to'g'ri. Buva tashlang ularni. Yuring kartinkadan bozorlik qilib kelamiz. Yo'q, uyda hamma narsa bor. Sizlar pulinglarni shunaqa qimmat joyga sarflaysizlar. Buva, Korzinka hayit bayram arafasida eng sara mahsulotlariga 45% chegirma e'lon qilgan. Yuring ko'rsataman. Buni qarang buva, ichki son hamda lahm mol go'shti 154.990 so'm. Muzlatilgan lahm mol go'shti 69.990 so'm. Ho'xlin eritilgan pishlog'i 2+1 aksiyasida 71.980 so'm. Lurpak saryog'i 2+1 aksiyada 103.980 so'm. Shedreleta saryog'i 2+1 aksiyasida 27.980 so'm. Hay qizim, boya ketchup qani? Tashlab bordim. Nima? Nimaga tashlaysan? Mana yangisi bor-ku, nima qilasiz uni? Hay qiz, aql bo'lma menga. Uni yeb bo'lmasa ham, idishini yuvib olib qo'ysam, kerak narsalarni solib qo'yardim. Mana, solib qo'yganman hammasiga. Mana, olib qo'yganman hammasi. Bunaqa idishlardan juda ham ko'p. Bor olib kel. Menga nimadir bo'lyapti. Asablarim.